Men Mirzo'marov Xondamir Mirshoid o'g'li Yangi Namangan tumani Mustaqillikning 5 yilligi mahallasida 2023-yil 28-avgustdan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Bizning mahallamiz Yangi Namangan tumanining yuqori qismida joylashgan bo'lib, aholi soni 6555 tani tashkil qiladi. Ularning ichidan 14-30 yoshdagi yoshlarimiz 1171 nafarni tashkil qiladi. Xonadonlarimiz soniga to'xtaladigan bo'lsak, 1330 ta xonadondan iborat. Hozirda mahallamiz yoshlari bilan ushbu mahallani, qolaversa yurtimizni rivojiga hissa qo'shish uchun ko'plab ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Mahallamizda hozirda 2 ta bog'cha, 1 ta maktab, 2 ta mini stadion faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Bundan tashqari mahallamizdagi yoshlarning intellektual salohiyatini oshirish, xorijiy tillarga bo'lgan qiziqishini oshirish maqsadida mahallamizda istiqomat qiluvchi Muhiddin aka bilan birgalikda Turkiston yoshlari o'quv markazini 2025-yil yanvar oyida tashkil qildik. Ushbu o'quv markazi 16 ta o'quvchi bilan faoliyatini boshlagan bo'lsa, mana hozirda 100 nafardan ularning o'quvchisi ortdi va 6 nafar yangi ish o'rni yaratildi. Hozirda milliy hamda IELTS sertifikatlariga qo'lga kiritgan yoshlarimiz soni ortib bormoqda. Bulardan 2 nafari TOEFIC 2 sertifikatini qo'lga kiritgan bo'lsa, IELTSdan 2 nafari natija ko'rsatdi. Sefir imtihonlariga hozirda tayyorgarlik ketmoqda. Ko'mak loyihasi orqali ushbu o'quv markazimizni kengaytirib, mahallamizdagi ko'plab yoshlarni ingliz tili, rus tili, arab tili hamda koreys tiliga bo'lgan sertifikatlarini sonini ko'paytirib, kelajakda ularning yuksak salohiyatli kadrlar bo'lib yetishishiga hissa qo'shamiz degan umiddamiz. Mamlakatimizda yoshlarga yaratilgan imkoniyatlardan o'zim ham foydalangan holda 2024-yilda Yoshlar ishlari agentligi huzurida tashkil etilgan Yoshlar muammolarini o'rganish, istiqbolli kadrlarni qayta tayyorlash institutida 4 oylik qayta tayyorlov kurslarini yakunlab qaytdim. Ushbu joyda olgan bilimlarimizdan foydalanib, ko'plab yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Bularga misol qilib aytadigan bo'lsak, 2025-yil 1-choragida respublikadagi eng namunali ish tashkil etgan top 100 nafar yoshlar yetakchilari safidan joy oldim. Buning natijasida ota-onamizga Alisher Sadullayev hamda Qahramon Qo'chqarovlar tomonidan tashakkurnomalar izhor etildi. Esdalik sovg'a, diplomlar bilan taqdirlandik. Keyingi yutug'imizga to'xtaladigan bo'lsak, 2025-yil yakunlari bo'yicha viloyat hokimimiz Shavkatjon Shokirjonovich tomonidan yilning eng namunali yoshlar yetakchisi nominatsiyasida e'tirof etilib, esdalik sovg'alari, statuetka hamda tashakkurnoma bilan taqdirlandim. Men ushbu sohani tanlaganimdan faxrlanaman, chunki ushbu sohada mehnat faoliyatim davomida ko'plab yoshlarimizning muammolarini hal qilishda, ularning hayotda o'z o'rnini topishda ko'plab hissamiz qo'shdi. Buning natijasida mana hozirda ular o'z o'rnini topib, ko'plari ish joylariga joylashdi, tadbirkorlik faoliyatini boshladi. Ko'plari ingliz tili va boshqa fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritib, mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan bahramand bo'lishdi. Hozirda yoshlarimiz bilan yuksak marralarni ko'zlaganmiz. Kelgusida bunday yuqori natijalarga erishish uchun yoshlarimiz bilan birgalikda harakat qilamiz. Kelgusi faoliyatim davomida yanada ko'proq yoshlarni xonadonbay o'rgangan holda qamrovini ko'paytiramiz hamda ularning ichida yuzaga kelayotgan turli xildagi muammolarga yechim topib, ularning hayotda o'z o'rnini topishiga o'z hissamizni qo'shamiz.